بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين. 4-bob uzr bil jahl masalasida, johillik uzr bo'lmasligi masalasidagi shubhalarga raddiyalar. Ya'ni ba'zilar shubhalar keltiradi-da, johillik uzr bo'ladi degan oyatlar topib keladi, ba'zi hadislar topib keladi. Shu shubhalarga raddiya bildirish. Bu bob shu haqida. Va yana dinni aslida ta'vil qilganlarni shubhalariga raddiya bildirish. Dinni aslida deganda e'tiqodda, ya'ni aqidada ta'vil qilib adashganlarni shubhalariga raddiya bildirish. Va fihi arba'atu fusulin. Bu bobda 4 fasl bor. Al-faslul awwalu ar-raddu ala shubahil mustadalli biha khata'an min al-Qur'anil Karim. Birinchi faslda Qur'onil Karimdan xato uslubida dalil qilingan shubhalarga raddiya bildirish. Ya'ni ular topib keladi Qur'ondan dalillar. Mana uzr bo'lishiga dalil deb o'sha shubhalarga raddiya bildiradi hozir bu yerda. Ikkinchi faslda sunnah mutahharadan xato uslubida dalil qilib olgan shubhalarga raddiya bildirish. Hadislardan topib kelishsa uzr bo'ladi mana johillik deb o'sha xato uslubida dalil qilib olishadi. O'shalarga raddiya bildiriladi. Uchinchi fasl ar-raddu ala firyati bid'ati taqsimid-din ila usulin va furu'in. Dinni usul va furu'ga taqsimlash bid'atini tuhmatligiga raddiyalar. Ya'ni dinni shunaqa qilib taqsimlash yo'q, bid'at istiloh bu. Usulida, furu'ida deyish. Ya'ni mana qilib haligi usulga bo'lsa olamiz, hadis Qur'onni mutavotirini olamiz, hadisda degan gaplar, u va furu'ga bo'lsa olmaymiz yoki aksi. Ya'ni furu'ga bo'lsa xabar vaqti olaveramiz, usulga bo'lsa xabar vaqti olmaymiz degan shunaqangi taqsimotlar bid'atligiga dalillar keltiradi. 4-faslda mavqif ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim va Muhammad ibn Abdul Wahhab min takfiril muayyan. Mana shu imomlar Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullohlarni muayyanga takfir chiqarishlik to'g'risidagi mavqifi ulardi. Ya'ni bir muayyan shaxsga takfir chiqarishda nimalarni ular e'tiborga olgan. Shular haqida dars bo'ladi. Shulardan endi birinchi fasl Qur'oni Karimdan xato uslubida johillik uzr deb olingan dalillarga, shubhalarga raddiyalar. Bu birinchi faslda 3 bahs mavzu bor ekan. Birinchi mavzu shundan xato ruxsatligini umumiy qilib olgan odamlarning umumligini xoslashlik. Ya'ni nima degani bu? Ba'zi odamlar masalan Qur'on sunnatda kelgan xato gunoh bo'lmaydi degan dalillarni oladi-da, masalan xato uslubida. La tu'akhidna in nasina aw akhtana dedi-yu. Xato qilsa gunohkor qilmadi. Shu xatoni ruxsatligini umumiy qilib yuboradi. Hamma narsaga ruxsat, xato qilsa ham deyiladi. Xato qilib qo'yibdi, ha ruxsat. Ana shu umum deyilmaydi, uni xoslash kerak deyapti. O'sha haqida gapiriladi birinchi mavzuda. Ikkinchi mavzuda ijtihod qilish shartlari. Ya'ni kim ijtihod qila oladi? Shu haqida gapiriladi. Uchinchi mavzuda bu bayondan oldin o'zi ularda zalolatini isbot qilish. Ya'ni ular qayerda adashganligini isbot qiladi. Shundan birinchi fasl ar-raddu ala shubahil mustadalli biha khata'an min al-Qur'anil Karim. Qur'oni Karimda xato uslubida ular dalil qiladigan shubhalarga raddiya bildiriladi. Shundan birinchi shubha haligi xato qilib qo'yilgan ishlar ruxsat deb umumiy olishlikni va ana shuni halollab olishligiga raddiyalar. Endi nima ishni xato qilib qo'ysa odam halol degan shubhaga raddiyalar. Ash-shubhatul ula, birinchi shubha xatoni ruxsatini dalil qilib olishlari. Xato ruxsatligini dalil qilib olishlari. Va ular aytadiki, shundan kelib chiqib johillik ham xatoning juzlaridan bir juz deydi. Johillik ham xato qilishga o'xshaydi deydi-da. Xato ko'tarilgan bu ummatdan, demak johillik ham ko'tarilgan deyveradi. Shunaqa qilib uni ichiga kirgizib yuboradi. Va xato ummatdan ko'tarilgan deydi. Tavhidda ham xato qilsa bo'laveradi. Ya'ni bo'laveradi degani u gunohkor bo'lmaydi deydi. Usul e'tiqodlarda kerak bo'lsa furu fiqhlarda xato qilsa ham hammasi gunohi ko'tarilgan deyveradi. Mana bu nima deyiladi? Xatoni, gunohi kechirilganligini umumlashtirib yuborish deyiladi. Mana shu narsa xato deyapti o'zi. Xato qilib qo'ysang hamma narsada kechiriladi degan narsa umumiy. Bu xato deyapti. Shunga hozir raddiyalar bildiradi. Ular mana oyatda dalil qiladi. Masalan, Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Alloh o'zi o'rgatdi mu'minlarga qanday duo qilishni. Aytdiki, mu'minlar duo qilib aytadi: "Ey Robbimiz, biz unutsak yoki xato qilib qo'ysak, bizni javobgar qilmagin. La tu'akhizna." Endi Alloh shuni umumilarga o'rgatdiki, Alloh shunday qilmaydi deganda, haqiqatda unutib qo'ysak bir ishni, xato qilib qo'ysak, bizni javobgar qilmaydi. Endi ular keladida ana shu xato umumiy deydi. Aqidada xato qiladimi, farqi yo'q deydi. Va bi qavlihi ta'ala, yana ular mana buni dalil qiladi. Va laysa alaykum junahun fi ma axta'tum bih. Sizlarga qilgan xatolaringda gunoh yo'q deydi. Alloh taolo aytayapti. Ular aytadiki, umumiy deydi. Hamma narsada xato qilib qo'ysak gunoh yo'q deydi. Keyin aytdiki-ku, haligi johillikni ham xatoga kirgizib yuboradi shundan. Johillikni ham nimaga kirgizib yuboradi? Xatoan qilishga qo'shib yuboradi. Alloh aytdiki, "Valakin ma ta'ammadat qulubukum" deydi. Qalblaring qasddan qilgan narsalarda gunoh bor deydi. Ular ham shunga haligi johillikni kirgizib yuboradi. Johil odam qasddan qilmaydi deydi. Shuni hozir umumlashtirib yuboradi. Va yana ular haligi sahih hadisni ma'nosini mana dalil qiladi. Hadisda kelgan: "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran." Hokim odam ijtihod qilsa-da to'g'ri topsa, 2 ajr bor. Hamma sufilar ham masalan ijtihod qilyapti, ular ham deydi. Haligi qabrda yotgan odamni o'rtada vosita qilib yoki pirini o'rtada vosita qilib, ular ham nima qilyapti deydi? Ijtihod qilyapti deydi. Hammani ana shu ijtihod qilyapti deb unga kerak bo'lsa ajr ham bor deb o'ylayapti. To'g'ri topsa nima deydi? 2 ta ajr deydi. Xato qilayotgan bo'lsa nima deydi? Bitta ajr. Nimaga sen deydi ijtihodiga uni takfir chiqarasan deydi. Ana shuning uchun umumlashtirib yuboryapti hozir bular ham. Demak, ijtihodni go'yoki xato qilsa ham ajr bor deb o'ylayapti. Shunchaki hali gunohkorligi ham emas, ajr bor deb o'ylayapti. Xato qilsa. Yana mana hadisda Rufi an ummati al-khata va nisyan va mastukrihu alay. Rasululloh aytganlar, ummatimdan xato qilganligi kechirildi, unutgan narsasi kechirildi, majburlangan narsalar kechirildi deganlar mana. Ular ana xato kechirildi deb undan umumlashtirib oladi. Va qalu ajtadiki, mana bu umumiy ruxsat. Bu shirk oyatlarini umumiyligini xoslaydi deyshadi. Shirk oyatlarining umumiyligini xoslaydi degani, ya'ni shirk oyatlaridagi kim palondek ishni qilsa mushrik bo'ladi degan hukmni xoslaydi. Ya'ni kim shu ishni qilganda xato qilib qilgan bo'lsa mushrik bo'lmaydi deb olamiz deydi. Ana shu xoslash degani. Shirk to'g'risida kelgan oyat, shirk to'g'risida kelgan hadislarda aytadiki, yo'q, bu kimga kelgan deydi? Haligi xato qilmasdan yoki johil bo'lmasdan qilgan odamga kelgan deydi. Xoslab oladi. Mana yuqoridagi dalillar bilan. Ular shunaqa qilib dalil keltiradi. Aqulu billahi ta'ala tawfiq. Shularga rad bildirib aytamanki, deyapti. Inna hadhihi ar-rukhsa laysat ala umumiha bil kitabi was sunnah wa ijma'il umma wa fahmi as-sahaba wa al-a'imma min ba'dihim. Bu ruxsat, qaysi ruxsatni nazarda tutyapti? Xato qilganda kechirilganlik ruxsati. Bu umumiy emas bu. Shuni bilib olinglar, deyapti. Hamma narsaga dalil qilib o'rmaylar uni. Bunga kitob dalil qilgan, umumiy emasligiga Qur'ondan dalil keltiriladi, sunnatdan, sahobalar ijmosidan, ularning fahmi bilan va ulardan keyingi imomlar fahmi bilan hujjat keltiriladi o'zi bunga. Ya'ni nimaga hujjat keltiriladi? Xato qilinganda hamma ish ham kechirilmasligiga. Unaqa qilib umumiy emas ekanligiga hujjat keltiriladi. Ammo kitobdan dalil mana. Alloh taolo aytayapti. Haligi oyatda antahbatu a'malukum va antum la tash'urun. Sezmagan hollaringda amallaring habata bo'lib ketishi mumkin dedi. Ya'ni xato qilib habata bo'lib ketadimi? Abu Bakr bilan Umar xato qilib Rasululloh taolda qattiq gapirib yordi-yu, shunda tushdi bu oyat. O'zlaring sezmagan holda amallaring habata bo'lib ketmasin dedi. Biz buni tafsilotini o'tdik aslida. Men buni hozir ishora bo'lyaptiki, xato qilgan odam ham sezmaydi, to'g'rimi nima qilayotganini? Lekin o'shaniki ham habata bo'lib ketishi mumkin mana. Dalolat o'rni shundan chiqyaptiki, mana inson shuurisiz amali habata bo'lib ketadi. O'zining shuuri yo'q. Shuur, ya'ni his tuyg'usi yo'q, bilmayapti. Lekin habata bo'lib ketadi. Imom Buxoriy tafsir kitobida aytganlar. Va antum la tash'urun deganining ma'nosi va antum la ta'lamun degani. Nima deyapti? O'zlaring bilmagan holda. Bilmaysizlar. Yani johil bo'lgan hollaringda amallaring habata bo'lib ketishi mumkin, deyapti. Mana bu dalil, ochiq dalolat bo'lyaptiki, musulmon bandagohida shunday so'zlarni qiladi, gapiradi. Shunday amallarni qiladi, shunday fe'llarni qiladiki, amalini habata qilib yuboradi shu bilan. Amalini shu ishlari bilan habata qilib yuboradi, o'zi bilmaydi lekin va o'sha murojaat ham qilmaydi o'zi qilayotgan ishiga. Qaytmaydi ham. Men yaxshiman deb yuraveradi. Naqala Ibn Taymiyyah fi hadhihi al-aya as-sabiq naqluhu min as-sarimi wal hubut al-kulli la yakunu illa bil kufri. Ibn Taymiyyah rahimahulloh yuqoridagi oyatni tafsirida naql qilgan. Aytganki, as-sarim degani shu qat'iy degani. Qat'iy va habata qilaveradigan umumiy bir shunday ishlar borki, faqat kufr bilan bo'ladigan ishlar bor.
Ya'ni bular hammasi yo'q qilaveradi habata qilib kufr bilan. Xuddiki masalan gunohlarda hammasini kechirishligi tavba bilan bo'ladi-yu. Kufr shunday savoblarni hammasini yo'q qilaveradi deydi. Mana bu ahli sunnaning usul qoidalaridan. Ya'ni inson sezmasa ham gohda shularni habat bo'lib ketishligi deyapti. Mana bu oyat ochiq dalolat bo'ladi xatoni ruxsat ekanligini umumiyligida kufr istisnoligiga. Ya'ni demak xato qilish haqiqatda ummatda kechirilgan. Faqat unda nima istisno? Kufr va shirk istisno. Kufr va shirk qilgan odam xato qildimi, qasddan qildimi, uni farqi yo'q. U kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi, uni amallari habata bo'ladi yuqoridagi oyatga binoan. O'zingizdan sezmagan holda amallaring habata bo'lib ketishi mumkin degan oyatga binoan. Ikkinchi dalil. Alloh taolo aytdi: "Va la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu va nal'ab qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Agar ulardan so'rasangiz aytishadiki, biz shunchaki gapga sho'ng'ib o'ynadik deyshadi. Ya'ni qasd qilmadik deyshadi. Ya'ni kofir bo'lishdi, istehzo qilishdi, qasd qilmadik deyshadi. Aytingizlar, Alloh bilan, oyatlari bilan, rasuli bilan o'ynasharmidinglar? Hani hazillasharmidinglar? Uzr aytib o'tirmanglar, iymonlaydan keyin kofir bo'ldinglar. Mana bu yerda ham qasdsiz kofir bo'lyaptimi? Mana shuning uchun xato har doim ham uzr bo'lavermas ekan mana. Xato qilib qo'ydi bular ham hozir. Xato qilib qo'ydi, ya'ni istehzo qilib. هؤلاء القوم كما رجح ابن تيمية قد قالوا هذا القول الذي قد علموا حرمته ولم يقصدوا الكفر. Ibn Taymiy rahimahulloh aytganlaridek, bu odamlar hozir haromligini bilib turib shu gapni gapirgan, lekin kufrni qasd qilmagan ular ham. Xato qilib gapirib yuborgan. Va ular o'ylashganki, bu gapga sho'ng'ib o'ynashlik kufrni daf qiladi sohibidan deb o'ylashgan. Ya'ni uzr bo'ladi deb o'ylashgan. Hazillashsak uzr. Men jiddiy aytganim yo'q deydi-yu. Hazillashib aytayapman. Shuni uzr deb o'ylashgan. Xuddiki masalan majburlash uzru shariatda. Majburlangan odam uzrlik. Uni ham shunaqa deb o'ylashgan. Va kufr esa u qasd qilsagina bo'ladi, jiddiy qilsagina kofir bo'ladi odam deb o'ylashgan. Shunga qaramasdan shariat ularni kofir dedi. Xato o'yladimi ular? Xato o'yladi bil ittifoq hozir. Ya'ni nima deb xato o'yladi? Va shu hazillashsa uzr bo'ladi deb xato o'yladi. Ana shu xato o'ylaganiga qaramasdan shariat ularni endi xato qilib qo'yibdi ekan deb ijozat bermadi, balki kofir dedi. Ularni uzrini ham hattoki qabul qilmadi. Ular mana shu johilligi, ya'ni kofirligini ham bilmasligi bilan birga u xato ruxsati bilan ham uzr berilmadi ularga mana. O'z kofirligini bilgan yo'q ular. Johil. Lekin shunga qaramasdan baribir xato qilib qo'yibdi ekan deb ruxsat berilmadi ularga. Uzr berilmadi. Mana bu dalil ochiq dalolat qilyaptiki, kufr istisno yuqoridagi xato qilish ruxsat degan umumiy narsalardan. Xato qilish ruxsatligining umumiyligidan kufr istisno bo'ladi. Ya'ni kufrda xato qilganligi ham inobatga olinmaydi, kofir bo'ladi. Uchinchi dalil. Munofiqlar to'g'risidagi oyatlarda umumiyligini dalil qilib hujjat qilinganda o'shalarga murojaat qilinsin deyapti. O'tdagi munofiqlar haqidagi oyatlar. Ya'ni munofiqlar hammasi ham nima deb yuradi? Biz yaxshi odammiz deb xato qilib o'zlaricha shu fikrda yurishadi. Xato fikrda yuribdimi ular? Xato fikrda yuribdi. Shu ularga uzr bo'lmadi-yu. Agar xatoni uzr desak, munofiq ham uzrli bo'lishi kerak. Chunki u ham xato qilib yuribdi-da munofiq bo'lib. Xato qilib yuribdi. Alloh taolo mana munofiqlar haqida ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. O'shalar asli ular buzg'unchilar, o'zlari sezmaydilar buzg'unchiligini dedi. Xato qilib yuribdimi men yaxshi odamman deb o'ylab, lekin uzr bo'lmadi. Va yana Alloh taolo aytadi, lakin la ya'lamun dedi munofiqlar boshqa oyatda. Bilmaydilar ular buzg'unchiligini. Yaxshi odamman deb yuradi. Xato qilib yuradimi? Xato qilib yuradi, lekin uzr bo'lmadi. Va yana ma yash'urun his qilmaydilar dedi. Ya'ni bu xato qilib yurganini. Va bundan boshqa munofiqlar haqida oyatlar ko'p ya'ni. Vasfu ahli qibla. Endi ahli qiblaning sifati shuki, ammal ihtijaj bil ayatayn. Haligi ikkita oyatni hujjat qildi ular. Robbana la tu'akhizna degan oyat hujjat qildi-yu, bizni javobgar qilma dedi. Yoki bo'lmasam sizlarga xato qilsanglar gunohkor yo'q degan oyatni hujjat qilishganligida aytiladiki, bu ruxsat ahli qiblaga kelgan birinchidan o'zi. Ya'ni nima degani ahli qibla degani iymondan chiqmagan odamligini xatosi ruxsat kechiriladi. Masalan, tasavvur qiling. Alloh ya'ni mo'min odamni xato qilib qo'ysang kechiraman dedi. To'g'rimi? Nimaiki ishda xato qilib qo'ysang ham kechiraman dedi. Xo'p, kofir odam xato qilib qo'ysa kechiradimi? Kofirning xatosi o'zi kechiriladimi? Yo'q, kechirilmaydi. Nima uchun? Chunki kufr bor uni oldida. Hech qanaqa kechirim yo'q unga. Zarracha ishida ham kechirim yo'q unga. U chunki oldida uni kechirilmaslik eshigi turibdi. U kufr eshigi.
u kechirilmaydi hech qachon. Shuning uchun ham aytayaptiki, yuqoridagi o'zi oyat la tuaxizna degan oyat. Biz xato qilib qo'ysak bizni javobgar qilma yoki xato qilib qo'ysanglar sizlarga gunoh yo'q degan oyat o'zi musulmonlarga kelgan. Bir odam xato qilib dindan chiqib bo'lsa, shirk qilib, kofir bo'lib, bu oyat o'zi umuman tushmaydi unga. Mutlaqo. Chunki la tuaxizna deganda kimni nazarda tutilyapti? Na, kim u? Biz. Biz kim ya'ni? Biz musulmonlar ya'ni. Yoki bo'lsam sizlarga gunoh yo'q deganda Alloh kimga gunoh yo'q deyapti? Xitob kimga qaratilyapti? Sizlar degan kim u? Musulmonlar ya'ni. Shuning uchun aytayaptiki, o'zi bu xato qilib qo'ysanglar kechiraman degan ruxsat o'zi asl musulmonlarga xos. Qanday qilingizlar musulmonlarga xos bo'lgan dalilni olib, mushrik bo'lib o'tirgan odamga, yana shirkiga ijozat berasizlar shuni. Yoki kofir bo'lib o'tirgan odamga, yana uni kufriga shuni ijozat berasiz. Ikki jihatdan hozir raddiya bo'lyapti. Birinchidan, bu oyatda o'zi ular kofirga tushirishligi musulmon to'g'risida kelgan oyat. Ikkinchisidan u uzr bo'lmaydigan narsani uzr qilishligi, xato deb. Aytdiki, o'zi kufr o'zi uzr bo'lmaydi, xato qilinganda. Musulmondan sodir bo'lsa ham hattoki, ya'ni o'zi uzr bo'lmaydi. Ikki jihatdan bu yerda hozir muohaza bor ularga. Ya'ni ikki jihatdan raddiya bor. Shuning uchun ham aytayaptiki, bu ruxsat o'zi xato qilib qo'ysang kechiraman degan ruxsat ahli qiblaga xos. Ma'lumki ahli qibla sifati u muvahhid bandadagina bo'ladi. U mushrik bo'lib shirk qilib o'tirgan bo'lsa ahli qibla deydi buni. Bu hanif bo'lgan odamga bo'ladi. Hamma Allohdan boshqa ma'budlarga kofir bo'lgan odamigagina ahli qibla deyiladi. Kafara bima yu'bad min dunillah va taraka shirka an ilmin va qasdin. U shirkni yana ilm bilan, shirkni bir maqsad bilan tark qilgan odamgagina unga muvahhid va ahli qibla deyiladi. Va yolg'iz qahhar zotni yolg'izlasa ana shu odamligina muvahhid deyiladi. Fa hada huwa allazi yatarakhasu bi rukhasi ahli al-qibla. Ana shu odam ahli qiblaga kelgan ruxsatlar bilan ruxsatlanib oladi. O'sha odamgagina ruxsat beriladi xato qilib qo'ysa. Ya'ni xato qilib qo'ysa deganda ham kufr shirkdan kichik xatolar qilib qo'ysa. Kufr shirkdan kichik xato. O'zi bunday qarasangiz, har qanday osiy odamni qarang, shu xato qilgan desak bo'ladi shuni aslida. Hamma o'zi osiy odam chunki xato qilganda o'zi, to'g'rimi? Ya'ni xato qiladi. Hamma ham xato qiladi deydi-yu. Hamma ham nima degani bu? Osiy bo'ladi degan. O'zi osiylik o'zi xato demak. Shuning uchun u xato ruxsati deganda o'shanaqa isyonlarga xato ruxsati kelyapti. Lekin mana shirk u xato ruxsati inobatga olinmaydi. Alloh so'zi shunda dalolat qildi, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi degan. Alloh unga shirk keltirilishini kechirmaydi. Ya'ni xato qilinishini da shirk keltirib. Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degani undan boshqa ishlarni kechiradi. Ya'ni xato qilib qo'yaversa odam. Xato qilib, ya'ni qilib qo'yadi odam, adashib qilib qo'yadi. O'shani kechiradi dedi. Shirk desa kechirmaydi dedi. Ammo demak, mushrik odam bo'lsa, kofir odam bo'lsa, o'zi u ahli qibladan deyilmaydi u. Shuning uchun unga o'zi xato qilam, boshqa qilam, kechirim yo'q mutlaqo. Va dalil ala zalik, bunga dalil shuki, mana yana bir dalil. Xato ruxsati o'zi iymon haqiqatining bir mavzusida kelgan. Shundan keyin iymon to'g'risidagi mavzudan keyin xato kelyapti. Bu degani nima demoqchi? Iymon keltirganlarning xatosini kechiramiz demoqchi. Iymon to'g'risida gap kelyapti-da, keyin xato kelyapti. Masalan, oyatda boshida Alloh nima deyapti? Amana rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun deyapti. Amana rasul, kim haqida gap ketyapti? Payg'ambar va mu'minlar iymon keltir. Iymon keltirganlar haqida gap ketib, keyin va qalu deb ularni so'zini aytayapti. Alloh biz xato qilib qo'ysak bizni javobgar qilma deydi ular deyapti. Demak, u mu'minlar xato qilib qo'yganda javobgar qilmaydigan. فمن السياق يعلم أن رخصة الخطأ هي فيما دون ذلك القدر من التوحيد والإيمان الذي هو أصل الدين. Demak bu oyatning mavzusidan, siyoqi ya'ni mavzusidan bilinyaptiki, o'zi xato qilib qo'yish ruxsatligi bu yuqoridagi miqdordan kichkina masalalarda xato qilib qo'ysa, ya'ni tavhid, iymon masalalarida emas, undan kichkina narsalarda xato qilib qo'ysa, o'shandagina unga ruxsat beriladi. Bu haligi asli dinda xato qilsa ruxsat berilmaydi. Asli din, ya'ni tavhid. Mana bu bir hadisda haligi Buxoriyda ham kelgan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Atroflarida bir guruh sahobalar turgandi. Bay'uni ala alla tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum min imlaq ila oxir al-hadis. Menga bay'at beringlar dedilar Rasululloh. Sahobalardan bay'at olyaptilar. Bay'at shunaqa bo'lyaptiki, Allohga biror narsani shirk keltirmaysizlar dedilar. O'g'irlik qilmaysizlar dedilar. Zino qilmaysizlar, farzandlaringni o'ldirmaysizlar, faqirlikdan qo'rqib. Yana boshqa masalalarga haligi shunaqangi harom ishlarni qilmaysizlar deb nima? Bay'at olganlar. Shu bay'at olgandan keyin hadisning oxirida aytganlarki,
faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Kim sizlardan shu yuqoridagi va'dalarga vafo qilsa, ajri Allohga deganlar. Ya'ni Rasululloh va'da qilmaydi ajrini. Sizlarga bir nima beraman demaydi, ajri Allohga. Endi kim yuqoridagi ishlarni biriga teginib qo'ysa, qilib qo'ysa, ya'ni dunyoda o'sha keyin unga jazo qilib berilsa, bu unga kaforat deganlar. Masalan, o'g'irlik qilib qo'ydi, qo'y kesildi. Nima bo'ladi? Kaforat bo'ladi gunohiga. Zino qilib qo'ydi, toshbo'ron qilib o'ldirildi. Kaforat bo'ladi. Va yana boshqa ishlari ham jazolansa nima bo'ladi? Kaforat. Ya'ni Ahl-Sunnah val jamoat e'tiqodida al-hudud kaforatda, ya'ni hadlar nima? Kaforat bo'ladi. Endi savol. Yuqoridagi Allohga shirk keltirgan odam ham murtad bo'ladi, to'g'rimi? Shuni ushlab o'ldirib yuborsa ham, bu ham kaforatmi endi unga? Kaforatmi? Murtadni o'ldirib yuborish. Ya'ni odam kechiriladimi? Bil ijmo bu kaforat bo'lmaydi murtad haqida. Hech kim bunday xilof qilmagan. Murtadni mushrikni olib kelib, sen mushrik bo'ldingni o'ldirib yuborilsa, hech bu o'lib ketgani unga kaforat bo'ldi, jannat ahli bo'ldi bu deyilmaydi. Ana bu dalilki yuqoridagi Rasul sollallohu alayhi vasallam so'zlarida, lekin hammasini kim shularni qilsa deganda dunyoda jazolansa unga kaforat dedi, to'g'rimi? Bundan bil ijmo nima istisno bo'lyapti ekan? Dindan chiqish istisno bo'lyapti ekan mana. Dindan chiqishlik istisno bo'lyapti. Demak, dindan chiqishdan boshqa masalalarda kaforat bo'ladi, deyapti. Hozir xuddi shuningdek xato ham dindan chiqishdan boshqa narsalarda kaforat bo'ladi. Xato ham. Xato qilib qo'ygan ishlar insonni dindan chiqadigan darajadagi xatolar uzr bo'lmaydi, deyapti. Chunki mana dindan chiqadigan darajadagi shirk bo'lsa, u jazolansa ham uzr bo'lmadi-yu mana. Ana shu uchun dindan chiqadigan xato bo'lsa, u xato ham uzr bo'lmaydi. Mana shu hadis aslida eng kuchli istidlollardan. Hofiz ibn Hajar aytganlar. Imom Navoiy aytadi. Mana bu hadisning umumiyligi albatta xosinadi, deyapti mana. Yuqorida kim jazolansa kechirib yuboriladi degan umumiylik albatta hosillanadi. Mana bu Allohning so'zi bilan innalloha la yaghfiru an yushraka bihi oyati bilan. Alloh unga shirk keltirilishini kechirmaydi degan oyat bilan hosillanadi, deyapti. Ya'ni o'ldirib yuborilsa ham unga nima bo'lmaydi, u kaforat bo'lmaydi, deyapti. Shuning uchun yuqoridagi ham hosillanadi. Ya'ni xato qilib qo'yish ham hosillanadi. Murtad odam agar murtadligicha o'ldirib yuborilsa, qatl hech qachon unga kaforat bo'lmaydi. Buni uchun olish kerak yaxshi, ya'ni. Qultu ay al-Hafiz, Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytayapti. Mana bu shu so'zga binoan bo'lyaptiki, min zalika shay'an deganda jamiki yuqoridagilarni o'z ichiga olganda shuni istisno bo'lyapti demoqchi. Bu zohir tushunarli. Ya'ni kim shulardan birortasini qilib qo'ysa deganda Rasululloh asli yuqoridagilarning hammasi umumiy kirib ketganda-da, uni Rasulullohning so'zlarini oyat bilan istisno qilinyapti. Ya'ni Alloh shirkni kechirmaydigan oyat bilan. Savol tug'iladi. Nimaga Rasululloh shuni aytib ketmadi? Shunaqa bir noto'g'ri fahm paydo bo'lmasligi uchun nimaga Rasululloh aytmadilar? Illo shirk mustasno bundan deb. Kim agar shirk qilib qo'ysa, baribir o'ldirib yuborilsa ham kechirilmaydi deb nimaga aytmadilar? Aytmaganliklari dalolat qiladiki, bu fahm o'zi sahobalarda komil bo'lgan. Shuning uchun aytib o'tirishga hojat yo'q. Aytsa go'yoki, kim bunda shak qilyapti degandek savol paydo bo'ladi. Shu darajada aniqda bu narsa, ya'ni. Shuning uchun nima qilingan? Uni aytib o'tirilmagan. Haraginda ham, ya'ni xato qilib qo'ysa kechiriladi degan oyat hadislar keldi-yu. Xuddi shu oyat hadislarda ham sahobalarda shunaqangi fahm bo'lganki, shirk albatta istisno undan. Shuning uchun unda shariat o'zi qaytlab aytib o'tirmagan uni, o'sha o'rnida. Bu al-ma'lum min ad-din bid-darura deyiladi bu narsani. O'z-o'zidan dinda ma'lum bo'lgan. Uni gapirish tahsilul hosil bo'lib qolgan. Ya'ni bor narsani gapirish bo'lib qolganligi uchun gapirib o'tirmaganlar. Hop. ثم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا. Keyin Ibn Hajar rahimahulloh yuqoridagi hadisda ulamolarning sharhlari, tavillarini zikr qilib keltirib, oxiri baribir Imom Navoiyning kalomini roji deb chiqargan ekan. Imom Navoiyning kalomini to'g'ri deb chiqargan. Imom Navoiyning kalomi nima bo'ldi? U istisno bo'ladi, haligi murtad hukmi. O'ldirilsa ham unga kaforat bo'lmaydi degan. Nima bilan istisno qilyapsan desa, ana oyat bilan. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi oyati bilan. وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص جميع الرخص لأهل القبلة. Chunki shirk haromligi to'g'risidagi umumiy dalillar keldi-yu, shirk haromligi to'g'risidagi umumiy dalillar va shirk kechirilmasligi to'g'risidagi bu umumiy dalillar Makki oyatlarda kelgan bu mahfuz oyatlar, ya'ni mansux bo'lmaydigan oyatlar bular. Aqidaviy oyatlarda aqida hech qachon mansux bo'lmaydi. Aqidaviy oyatlar hamma ruxsatlarni xoslaydi ahli qiblaga. Faqat kimga tegishli ruxsatlar? Ahli qiblaga tegishli bo'ladi. Chunki ular
shu ahli qibla sifatiga haqdor bo'lganini sababi tavhidni ro'yobga chiqargan. Ahli qibla bular shunchalar. Va Allohdan boshqa hamma ma'budni ilohiyatidan voz kechib, o'shandan chiqishgan ular. Ibodatidan ham ilohiyatidan ham chiqishgan. Shuning uchun ular ahli qibla deyiladi. Qala Tabari Imomul Mufassirin. Mana Imom Tabari aytadi. Bu kishi tafsirchilar imomi. Imom Tabari aytayaptiki, Allohning mana bu so'zi haqida. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana oyat. Unutsak, xato qilsak bizni javobgar qilma oyat. Mana bunda Alloh bizga azza va jalla o'zi bandalarga, mu'minlarga ta'lim beryaptiki, duo qilishlik. Qanaqa qilib duo qilishlikni Alloh huzuriga qo'yapti. Qanday qilib duo qiladi inson va duoda nimalar deydi Allohga? Shuni ta'lim beryapti Alloh. Buni ma'nosi shuki, Alloh o'rgatyapti. Aytinglar, duo qilsanglar, ey Robbimiz deylar. La tu'akhidna in nasina shay'an faradta alayna amala. Sen bizga shu qilishni farz qilib qo'ygan bir ishni biz unutib qo'ysak, bizni jazo bermagin shunga. Shunaqa deb aytinglar. Biz uni bilmagan bo'lsak, shu bilmasdan xato qilib qo'ygan bo'lsak, biror shunaqa ishlarda, sen bizni qaytargan bo'lsang, biz uni qilib qo'ygan bo'lsak, qasdsiz bizni javobgar qilmagin. Seni ma'siyatingni qilib qo'ysak agar, biz jaholat bilan qilib qo'ysak, xato bilan qilib qo'ysak, bizni javobgar qilmagin deyapti. Shirkdan, kufrdan boshqa xatolarda, ya'ni bular hozir. Shirkdan va kufrdan boshqa jaholatlar. Va keyin sanadi bilan Ibn Zayddan keltiryapti. Alloh shu so'zida Robbana la tu'akhidna in nasina va akhtana degan oyatni keltiryaptiki, agar biz, ya'ni bizga farz qilib qo'ygan bir narsani unutib qo'ysak yoki bir ishni bizga harom qilganingda shuni xato qilib qo'ysak, bizni jazo bermagin deyapti. Amma allazi yakunu min al-'abdi ala wajhi at-tadyi' minhu wa at-tafrid fa huwa tarku minhu lima amara bi fi'li. Lima umira bi fi'li. Ammo agar banda tomonidan bir ish sodir bo'lganda, zoyi qilib sodir qilsa, e'tiborsizlikdan sodir qilsa, bu buyruqni tark qildi deyiladi. Unutish deyilmaydi uni. Uni xato ham deyilmaydi. E'tiborsizlik deyiladi-da uni. U inson hech qanaqa uzr yo'q unga. Hamma sohada, tavhidda ham, fiqhda ham unga uzr yo'q, ya'ni. Masalan, ba'zilar aytadi-yu, ha, bomdodga uxlab qolsa, Rasululloh hadisda aytgan ekanlar, kim namozdan uxlab qolsa, turgan zahoti o'qirar ekan deydi. Xuddiki shu uxlab qolish uzr emas-da unga go'yoki, ya'ni. Uxlab qolish go'yoki unga nima? Uzr deganim, ya'ni. Go'yoki uzr unga uxlab qolish. Uxlab qolsa, unaqa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hojat qolarki, mana Rasululloh ham uxlab qoldilar, bomdod qarosini o'qib ketaverdilar deydi. Qachon Rasululloh uxlab qoldilar? Bilolni qo'ydilar. Meni turg'azasan dedilar. Safarda qattiq charchagan edi, shuning uchun uxlab qoldi. Jangdan kelyotdi. Safarda qattiq charchagan. Bilolni uyg'otasan deb qo'ydi. O'shanga ishonib yotdi. Bilol ham uxlab qoldi. Ha, endi bu haqiqatda insonni qudratdan chiqqan narsa-da. Ana bunda inson javobgar. Ha, o'zi yuradi bomdodgacha-da, bomdodga yarim soat qolganda kelib uxlaydi. Uxlab qoladi keyin unaqa odam. Tabiiyda, shuning uchun Rasululloh aytgan, xuftondan keyin gap sotib o'tirma degan, uxla degan. Hadisda aytgan shuning uchun ham. Agar shu ta'limga rioya qilmasdan uxlab qolsa, hech qanaqa uzr bo'lmaydi unga, uxlab qolganligi. Chunki Rasul ta'lim berib qo'ydi unga. Shuning uchun aytayaptiki, bu inson o'zi zoyi qilsa, o'zi e'tiborsizlik qilsa, buni u uzr deyilmaydi. Bu nima deyiladi? Tark deyiladi oshchasiga. Bu buyruqni tark qilish deyiladi. Fazalikallazi yurag'ibul abd ila Alloh azza va jalla fi tarkihi mu'akhazatahu bihi. Banda hozir Allohga rag'bat qilyapti, shu narsa bilanki, unutib qilib qo'ygan narsalarimni meni javobgar qilma deb Allohga shunaqa murojaat qilyapti hozir. Duoda shunaqa. Unutib qilib qo'ysam, haqiqatda shuni meni javobgar qilma deyapti. Alloh o'zi aslida mana Odam alayhisalomga jazo bergandi. Odam alayhisalomga jazo bergandi. Xato qilib yeb qo'ydimi haligi mevani? O'shanda ham jazo bergan edi. Endi hozir mu'minlarga o'rgatyaptiki, shunaqa qilib xatolar qilib qo'ysak, jazo beraverma bizga deyapti. Ya'ni masalan, Odam alayhisalom nima shirk qildimi Odam alayhisalom? Nima gunoh qildi? Kufr qildimi? Bitta mevani yeb qo'ydi, ya'ni bitta harom narsani yeb qo'ydimi? Bir tishlab qo'ydi, harom narsani bir tishlab yeb qo'ydi. Shuning uchun jannatdan quvilib ketdimi? Endi Alloh subhanahu va taolo demak bu ummatga ancha rahm qilgan. Bir harom ishni qilib qo'ygani uchun hech kimni yer yuzidan qo'yib yubormadi masalan. To'g'rimi? Bir emas, har kun qiladi odam, ya'ni harom ishni. Har kun qiladi. Harom yeyishi bor, harom qilishi bor, har kun harom ishlar bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shuni o'rgatdi bizga hozir. Odamni quvib yuborganingdek, bizni ham shu bitta xatomiz uchun quvib yuborma deb duo qilinglar dedi. Odamni bitta xatosi uchun quvib yuborganidek, bizni ham shunaqa qilib bitta xatoyimiz uchun quvib yubormagin degan duoni qilinglar dedi. Fa akhrajahu min al-jannah. Bitta xatosi uchun jannatdan chiqarib yuborgan. Shayton ham xuddi shunaqa bo'ldi mana.
Faqala fi zalik Alloh taolo shu odam alayhisalom haqida mana Qur'onda aytdi. Va laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Biz odamga oldin ahd olgandik. Ya'ni shu yemaysan jannatdagi mevani degandi-yu. Keyin bu unutib qo'ydi deyapti odam. Demak, hozir oyatni zohirdan olsak, odam alayhisalom qasddan qilmagan. Jannatdagi mevani yeyishdi. Hali unutib yeb qo'ydi. Nimani unutdi? Alloh yema deganini unutib yeb qo'ydi. Shu uchun quvvordimi? Unutsa ham hattoki, unutsa ham quvvordi hattoki deyapti mana. Endi mu'minlarga Alloh duoni o'rgatyaptiki, bizni shunaqa qilmagin, unutsak. Unutsak bizni quvvormagan deb duo qilishni o'rgatyapti. Demak, quvvorsa haqqi bormi ekan? Quvvorsa haqqi bor ekan. Hozirgi odamlar go'yoki kelib olib, haqqi yo'q deydi bo'lganda, johilni kofir deyishligini, johilni fosiq deyishligini yoki johilni azoblashligini haqqi yo'q deydi o'ylaydi. Nimaga azoblaydi? Kim senga aytdi yani azoblamaydi deb. Xolasa kerak bo'lsa majburlangan odamni ham azoblayman desa bo'larmidi? O'zining ishi. Xo'p, men mayli shu majburlanganni azoblamayman dedi. Bo'ldi, qolgan narsalar aslida qoladi. Asl nima u? Azoblaydi qolgan narsalarda. Faqat unutganda, xato qilib qo'yganda mana shirkdan kichkina masalalarda mayli shuni ham azoblamayman dedi. Rahim qildi ya'ni. Mana bu oyatda unutganligiga dalil odam alayhisalom. Mana valam najidlahu azma deyapti. Biz odamni azmi qarorini topmadik deyapti. Bu oyat ikki xil tafsir qilingan. Odamni azmi qarorini topmadik deganligi. Ba'zilar aytganki, odamni azmi qarorini topmadik deganligi, odam qasddan yeb qo'ymadi mevani. Azm bilan yemadi mevani. Qanday yeb qo'ydi? Oyatni boshida aytgandek unutib yeb qo'ydi. Azmi qaror bilan yemadi. Ya'ni mana yeyveraman men, harom bo'lsa ham. Hech narsa qilmaydi. Alloh kechiradi, masalan, qilaveradi-ku haligi hozirgi kunda. O'shanaqa qilib yegan yo'q u. Qasdsiz yeb qo'ydi. Ya'ni yeb qo'ydi shunchaki. Ikkinchi tafsiri biz unga qasdni topmadik deganda unutib qo'ydi degani. Ya'ni buyruqda qasd bilan turib yura olmadi, unutib qo'ydi. Masalan, sizga bir ishni aytsam, o'shani unutib qo'ysangiz, siz o'sha ishni qasd qilmagan bo'lasiz-da, ya'ni qasd bilan olmagan bo'lasiz buyruqni. Mana shuni yemang desam sizga, siz keyin yemang degan buyrug'imni unutib qo'ysangiz, bu dalolatki siz meni buyrug'imni qasd bilan olmagansiz degani. Azmi qaror bilan olmagansiz meni buyrug'imni ya'ni. Ya'ni e'tiborsiz qaragansiz degani-da buyruqqa ya'ni. Qisqasi ikkala holatda ham odam alayhisalom qasddan qilmaganligi chiqyapti. Ikkala holatda ham odam alayhisalom qasddan qilmaganligi. Mana shuning uchun bu unutish deyiladi. Alloh jalla sha'nu aytdiki: "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hada." Ular bu qiyomat kunini unutganlaridek biz ham ularni unutib yuboramiz dedi. Unutganmikan mana? Unutganligida Alloh ularni unutib yuboryaptimi? Unutish va xato qilish e'tiqoddamidi shunda hozir? Ular nimani unutdi? Bu kunni unutish degan, qiyomatni unutish. Nimani unutish bu? E'tiqodni unutish, aqidani unutish ya'ni. Demak, aqidani unutgan odam, aqidada xato qilgan odamni unutib yuboryapti Alloh mana. Uzr demayapti-ku unga. Ana shundan bildikki biz unutish, xato, uzrligi u haligi aqidadan boshqa narsalarda. Tavhiddan boshqa narsalarda. Hamma namozni unutib qo'ysa mana mayli dedi, esing kelganda o'qib o'rgin dedi. Ro'zani unutib qo'ysa, tutaveradi, davom ettiraveradi, unutib yeb qo'ysa, hech narsa yo'q dedi, davom ettiraver dedi. Ana bu shunaqangi narsalar ya'ni. Ruxsatul xato'i fi ma dunal kufr. Demak, kufrdan boshqa narsalarda xato ruxsat bo'ladi, deyapti. Kufrdan emas, kufrdan boshqa narsalarda xato ruxsat bo'ladi. Fa ruxsat rag'batul abdi ila Alloh azza va jalla. Demak, banda Allohga rag'bat qilib duo qiladi. Ey Robbim, meni jazolama, unutsam, xato qilmasam degani. Demak, bu unutish nimada ekan? Banda tomonidan sodir bo'ladi. Alloh buyurgan fe'llarni unutib qo'yadi. Shunday suratdaki, biz yuqorida sifatlagan suratda. Ya'ni haligi tavhiddan boshqa suratlarda unutib qo'yadi. Modomiki bu tarki shu e'tiborsizlik, bu zoyi qilishlik Allohga kufr bo'lmasa deyapti. Bu e'tiborsizligi, xatosi, unutishligi Allohga kufr bo'lmasa. Bu gaplar kimni gapiligini ham unutmanglar. Imom Tabariyning gapi. Imom Tabariyning gapi bu yana hozir. Ya'ni aytayaptiki, Imom Tabariy demak, Umumul Mufassirin o'sha oyatni tafsir qilib kimga xoslayapti? Unutma degan oyatni, unutsak javobgar qilma degan oyatni, xato qilsak javobgar qilma degan oyatni xoslayaptiki, modomiki u unutishligi uni kufrga olib bormasa deyapti. Allohga kofir bo'lishga olib bormasa, kufrga olib kelmasa o'shani. Azza va jalla fa inna zalika idza kana kufran billah fa inna ar-raghbata ila Allohi fi tarkihi al-mu'akhazati bihi ghayru jaiza deyapti mana. Agar insonni unutgani, xato qilgani Allohga kofir bo'lish darajasida bo'lsa, bunda endi Allohga u odam rag'bat qilib
meni javobgar qilmagin deb o'tirishligi g'ayri joiz deyapti. La tuaxidna deb o'tirishligi, meni javobgar qilmagin deb o'tirishligi nojoiz bo'ladi. Chunki bu o'zi ijozat bermayman degan narsani so'rayapti Allohdan. Duoda haddan oshishdan qaytardi Rasululloh degan hadis bor. Nahan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ani ta'addi fi duo. Rasululloh duoda haddan oshishdan qaytardi. Shu hadisning ma'nosi nima? Shu hadisda bir ma'nosi shuki, Alloh qilmayman degan ishni so'rashligingiz duoda haddan oshish deyiladi. O'zi aytib qo'ygan qilmayman deb. Siz so'raysiz yana uni. Mana shuni masalan bir odam so'rayapti, menga abadiy hayot ber deyapti. Joizmi shu? Alloh taolo kullu nafsin za'iqatul maut degan. Tamom, shuni aytib qo'ygan. Hech unaqa abadiy odam yo'q. Har bir jon o'lim sharbatini totadi degan. Endi shunaqa narsani so'rash nima bo'ladi bu? Alloh taolo qilmayman degan narsani so'rash bo'ladi. Keyin bu odam gunohkor bo'ladi. Aniq gunohkor bo'lishligi. Chunki Rasulullohga xilof qilyapti. So'rama deyapti Rasululloh, bu odam kim so'raydi? Endi Alloh shirkni kechirmayman dedimi? Shirkni kechirmayman dedi. Bitta odam xato qilib shirk qildida yoki johillik qilib shirk qildi, Robbim meni kechir deyapti. Kechirmayman deb qo'ygan uni. Ya'ni meni kechir deyapti. Endi kechiradi qachon to'g'ri? Tavba qilib chiqsa-da u shirkidan. Lekin endi shunchaki siz unga kechiradi deb aytmaysiz. U odam to'g'ri o'zi haqiqatda tavba qilib, xato qilib shirk bo'lgan taqdirda ham, johil qilib shirk qilgan taqdirda ham, qasd bilan shirk qilgan taqdirda ham tavba qilsa kechiradi. Lekin siz uni shu xato qilib qo'ydi-da, bu tavba qilmasa ham kechiraveradi uni demaysiz, ya'ni. Xuddiki haligi xato qilib unutib, namozni unutib qo'ygan odamdek qilib. لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به. Chunki Alloh bandalarga o'zi xabar qilib qo'ygan, ularga shirkni kechirmasligini aytib qo'ygan. Buning masalasi demak hozir فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ. Buni hozir duosi shunaqa bo'lyaptiki masalasi. Alloh o'zi ularga bildirib qo'ygan narsani qilyapti bu odam o'zi. Alloh ularga bildirib qo'ygandiki, shu ishni xato qilib ham qilmanglar deganda Alloh. Ya'ni xato qilib qilsanglar ham inobatga olmayman deganda. Demak, u hozir kechirim so'rashligi shunday narsadan kechirim so'rayaptiki, masalan, yuqorida duoda bizni unutsak yoki xato qilsak kechir deyapti-yu. U shunaqa kechirimki, masalan, inson Qur'onni unutib qo'yadi yodlagandan keyin. O'sha unutdigini, shuni kechir bizga degani. Inson masalan mashg'ulot bilan boshqa bilan bo'lib, Qur'on qiroatda mashg'ul bo'lib Qur'onni unutadi. Yoki bo'lmasa masalan namozni unutib qo'yadi, yoki bo'lmasa ro'zani unutib qo'yadi. Ana shu narsalarda bizni javobgar qilma deyapti. Bu gaplar hammasi Imom Tavriyning gaplari bo'ldi. Va kazalikal xato vajhan, xuddi shunday xato ham o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchisi bor ahaduhuma min wajhi ma naha an nuhiya anhu al-abdu. Banda qaytarilgan narsa bo'ladi, keyin o'shani qasdi, irodasi bilan qiladi. Buni ham xato deyiladi aslida. Ya'ni masalan inson bilib turib o'g'irlik qilyapti hozir. Shu odam bilib turib xato qilyaptimi? Ya'ni lug'aviy ma'noda xato qilyaptimi? Xato qilyapti, ya'ni. Xatokor bandamiz deydi-yu. Nima degani shu? Xatokor bandamiz deganda maqsadi shu, gunohkor bandamiz degani. Demak, xatoni o'zida ham ikki xil bo'ladi. Shuni tushunib olishimiz kerak deyapti. Xato ikki xil ma'noda ishlaydi. Birinchisi nima? O'zi umumiy gunohkor bo'lish ma'nosida ham ishlaydi xato. Bilib qilgan bo'lsin, bilmay qilgan bo'lsin, gunohkor bo'lish ma'nosida ham ishlaydi. Ikkinchi xato xosroq ma'noda ishlaydi. U xatoki bilmasdan qilib qo'yish bir ishni, tasodifiy qilib qo'yishlik, ya'ni. Bu xosroq ma'nodagi xato. Lekin ikkalasi ham nima bo'lib ishlaydi deyapti? Xato bo'lib ishlaydi. Alloh hozir bizga duoda xato qilsak bizni javobgar qilmagan deganda ikkala ma'noni ham nazarda tutyapti. Ya'ni u qasdsiz xato qilib qo'ysak ham javobgar qilma va qasd bilan bir gunohni qilib xato qilib qo'ysak ham bizni kechir endi. Gunoh endi bu, oddiy gunoh, haligi shirk emas. O'sha kechir endi degan ma'noni nazarda tutyapti. Shuning uchun aytayaptiki, xato ham o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchi xato shuki, Alloh o'zi qaytargan narsani banda shuni qasd bilan qiladi, iroda bilan. Bu ham xato deyiladi, deyapti buni. Bu banda bunda javobgar qilinadigan xato bo'ladi. Ya'ni Alloh kechirmasa unda javob beradi, jazo beradi. Ana shu sabab banda Robbisiga kechir mendan shunday sodir bo'lgan gunohni deb murojaat qilyapti-da, illo bu kufr bo'lsa mustasno deyapti, yana mana. Illa ma kana min zalika kufron. Kufr bo'lsa, ya'ni buni so'rab ham o'tirishligi o'zi bo'lmaydi va uni Alloh kechirmaydi. Xato qilib qilganmi, johillik qilib qilganmi, farqi yo'q, Alloh uni kechirmaydi. Illo tavba nasuha qilsa kechiradi. Endi takror aytamiz. Kimdir kelib bu yerda bandalarga tavba eshigini yopib olyapsan demasin. Tavba nasuha bilan Alloh kechiradi. Faqat kechirmaydi deganda biz nima nazarda tutyapmiz hozir? Ya'ni shunchaki kechirib yormaydi. Masalan, bu odam zino qilayotgan chog'ida kerak bo'lsa, o'lib qolsa ham, komil boshqa aqidalari, hamma narsasi to'liq. Ya'ni hech shirk yo'q, kufr yo'q aqidada. Lekin zino qilayotgan chog'da ham kerak bo'lsa o'lib qoldi masalan. Shu odamning hukmi nima bo'ladi? Insha afa anhu va insha azabahu deyiladi.
Xohlasa Alloh afv qiladi bu odamni, xohlasa azoblaydi. Endi xohlasa afv qiladi deganligi bildiradiki, bu odam kofir bo'lib o'lmagan bu odam. Osiy bo'lib, zolim bo'lib, fosiq bo'lib o'lgan. Endi bu odamni Alloh afv qilayotganligi dalolat qiladiki, shuni xatosini Alloh kechiryaptimi hozir mana? Xatosini kechiryapti. Ana shunday xatolarni kechirishi mumkin degani. Tavba qilmagan bo'lsa ham kerak bo'lsa, ya'ni. Hozir bu o'layotgan chog'ida shu ishni qilib o'tirib, qayerdan tavba qiladi u? Shu ishni istida o'lyapti. Bu dalolatki undan nima qilmadi bu? Tavba qilmadi. Tavba qilmagan bo'lsa ham kechiradi. Lekin manovi bir kufrni, shirkni johillik qilib yoki xato bilan yoki unutib qilib o'lib qolgan odamni Alloh kechirmaydi. Uni tavba qilmasdan o'ldi chunki. Tavba qilsa kechiradi hammasini. Qasddan qilganini ham, unutib qilganini ham hammasini kechiradi. Qultu hada ta'wilu imamul mufassirin li hada an-nassi. Mana muallif endi o'zini gapini boshlab aytayaptiki, mufassirlar imomi Tabariy rahimahulloh mana shu dalilni shunaqa ta'vil qildi, tafsir qildi, ya'ni. Yuqoridagi oyatda shunaqa tafsir qildi. Mana shu tafsirki, ya'ni Tabariyning tafsiri. Shayxul Islom Ibn Taymiya bu tafsir haqida aytgan. Amma tafasirul lati fi aydin nas fa asahhuha tafsir Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Ibn Taymiya aytganlar. Odamlar qo'llaridagi tafsirlarning eng sahihi Tabariyning tafsiri degan. Ibn Taymiya aytgan. Tabariyning tafsiri degan. Chunki u kishi butun salaf solihlar maqolalarini hammasini zikr qilib chiqadi. Sobit isnodlar bilan zikr qilib chiqadi, haligi sanadi bilan. Sanadi bilan zikr qilib chiqadi va unda biror bid'atni zikr qilmaydi va muttahamlardan naql qilmaydi. Haligi mavzu hadis boshqa qashqa tiqib ketavermaydi hammasini, ya'ni. Va qala fihi aydan, yana bu tafsir Tabari haqida aytgan Ibn Taymiy rahimahulloh. Lekin Ibn Jarir Tabarining tafsiri sahihroq hamma boshqa tafsirlardan degan. Bag'oviyning tafsirimi, Qurtubiyning tafsirimi kerak bo'lsa, Ibn Atiyyaning tafsirimi, Zamaxshariymi, boshqasimi, hammasidan. Faqat nassa imam al-mufassirin ala anna rukhsat al-khata'i wa an-nisyani hiya fima huwa dun al-kufri. Mana hozir mufassirlar imomi Tabariy demak xoslab qo'ydi. Xato qilsa, unutib qo'ysa kechiriladi, ruxsat degan oyatni kufrdan boshqalarga deb xoslab qo'ydi mana. Kufr shirkdan boshqalarga deb xoslab qo'ydi. Chunki kufr shirkda Alloh bizga xabar qilib bo'lgan, innalloha la yaghfiru yushrika bihi. Alloh o shirkni kechirmaydi degan. Va zalika li'annahu kama qultu sabiqan. Chunki oldin aytdim deb. Ahli qibla ular aslida o'zi shirkdan tavba qilganlar, shariatlarda lozim tutganlar. O'shalarda Alloh kichik gunohlarni kechiradi. Kama fi qawlihi ta'ala fa in tabu wa aqamus salata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din dedi-yu. Mana tavba qilsa kechiradi, kechirmaydi emas, tavba qilsa faqat. Agar tavba qilsa, namozini qoyim qilsa, zakotini ado qilsa, dindagi birodarlaring dedi. Tamom, hech qanaqa unda muammo yo'q. Qala Habrul Umma ibn Abbas radhiyallohu anhuma harramat hadhihi al-ayah dima ahli al-qibla. Ibn Abbos aytganlar, ushbu oyat ahli qiblani qonlarini harom qilgan. Ya'ni tavba qilsa, namoz o'qisa va zakotni ado qilsa. Shularda birortasi topilmasa, uni ahli qibla deyilmaydi va uni qoni halol. Masalan, namoz o'qiydi, zakot beradi, lekin tavba qilmagan shirkidan, yuribdi hali ham qorishib shirkiga. Ahli qibla deyilmaydi bu odam. Chunki shu 3 ta shart topilsagina ahli qibla deyiladi. Fa hada wasfu ahli al-qibla. Ana shu ahli qiblaning sifati bo'ladi. Birinchisi shirkdan chiqqanligi. Odamlar shu joyni unutib olganda hozir. Shu namoz o'qiyaptimi, go'yoki qiblaga qarab nima o'ylaydi uni? Ahli qibla o'ylaydi. Shunaqa ta'rif beradi. Ahli qibla kim desa, shunda shu lug'atdan ta'rif beradi unga qarab. Shariat bilan ta'rif bermaydi. Lug'at bilan ta'rif beradi. Bunday qaraydi, shu qiblaga qaragan odam ahli qibla deydi. Ha, unda yahud ham qiblaga qarasa ahli qibla bo'lib qolishi kerak. Unda nasroniy ham qiblaga qarasa ahli qibla bo'lib qolishi kerak. Shuning uchun u ahli qibla degani u faqat lug'aviy ma'noda emas, qiblaga qaraydigan degan. Ahli qibla mana shu oyat bilan inobatga olinadi. Dalil qaydan olding bu oyatdan ahli qiblaligga desa, mana Ibn Abbosning gapi. Ibn Abbos yuqoridagi odamlarda ahli qibla deb nomlayapti-yu, dima ahli qibla deyapti. Ammo mushrik odam bu bana an vasfi ahli qibla. Ahli vasf bu ahli qibla sifatidan boyin bo'lib ketgan odam u. Ya'ni yiroqlashib ketgan odam u. Ahli qiblalik sifatidan yiroqlashib ketgan bu odam agar shu namoz o'qib ro'za tutsa ham, ya'ni. Shuning uchun bu ahli qibla ruxsatlari bilan foydalana olmaydi bu odam. Ya'ni uni kechirilmaydi, haligi ruxsati, xatosi, nisyoni unga kechirilmaydi. Qol ibn Taymiya fi qawli Nabiy sallallohu alayhi vasallam innalloha tajawaza li ummati degan mana bu deyman aslida. Li ummati nima degani bu? Ummatul ijaba degan. Amma haddasat biha anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi. Rasululloh hadisda aytganlarki, Alloh ummatimni, ya'ni musulmonlarni nafsida bo'ladigan gaplari modomiki gapirmasa, shuni amal qilmasa kechirib yuborgan deganlar. Shunchaki ko'nglidan o'tadigan gaplar, amal qilmaydi unga.
qasd ham qilmagan, gapirmagan ham. Alloh o'shalarni kechirib yuborgan. Faqat kimga bu ruxsat? Ummatga. Musulmon ummatga, ya'ni shirk qilmagan, kufr qilmagan ummatga. Wal afu an hadisin nafs inma waqa'a li ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam deb mana. Demak, ko'nglida bo'ladigan har xil hadisun nafslar, gaplar, haligi shak shubhalar kelib qolaveradi-ku ko'ngliga. O'shlarda afu qilishi ummati Muhammadga xos bu, ya'ni. Al-mu'minina billah, ummat Muhammad kim? Allohga iymon keltirgan, malaikalarga iymon keltirgan, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga iymon keltirgan. Ana shularga xos. Fa'ulima anna hadha al-afwa huwa fima yakunu min al-umuri allati la taqdahu fil iman. Demak, shundan bilinyaptiki, bu afu qilish, haligi xato qilsa, ko'nglidan o'tgan gapiga afu qilish, unutganda afu qilish, shunday ishlardagi iymonga putur yetkazmaydigan ishlarda bo'ladi u. Bu ham kimning gapi? Ibn Taymiyaning gapi. Ibn Taymiya shunaqa sharhlayapti mana. Fa amma ma nafal iman. Ammo kimniki qilgan bu ishlari iymonga zid ish bo'lsa, mana bu hadis lafzi uni o'z ichiga olmaydi, deyapti. Ya'ni kechiradi degan hadis lafzi uni o'z ichiga olmaydi. Li'annahu idza nafal iman, chunki bu odam agar iymonga zid ish qilgan bo'lsa, uni sohibi o'zi ummati Muhammad deyilmaydi-da, shuning uchun ruxsatlar ham kelmaydi unga haligi. Sallallohu alayhi vasallam. Fil haqiqati va kunu bi manzilati munafiqin, bu odam endi munofiq manzilatda bo'lib qoladi, deyapti. Ya'ni masalan namoz o'qib yuribdi, ro'za tutib yuribdi-da, qurug'i. Nima bo'lib qoladi bu odam? Munofiq bo'lib qoladi, ya'ni. Fala yajibu an yufa amma fi nafsihi. Bu odamning nafsidagi narsa keyin afu qilinmaydi. Munofiqqa o'xshab yuribdi-da bu odam nafsida, haligi shak shubha bilan. Chunki uni kalomi bor, shunaqa amali bor. Va hada farqun bayyinun. Mana bu aniq, demak farq bo'ldi. Hadis shunga dalolat qilyapti. Ana shu bilan shar'iy dalillar birlashyapti mana. Shar'iy dalillar birlashdi. Va hada kama afallohu li hadhihi al-umma anil khata'i wan nisyan. Xuddi shunga o'xshaydi, deyapti. Taymiyo rahimahulloh aytayapti. Alloh bu ummatdan, hazihil umma. Qaysi ummat? Al-umma al-muhammadiyya, ahli qibla bo'lgan ummat. Ahli qibla bo'lgan ummatdan xato nisyonini afu qilib o'rgan. Butun yer yuzidagi jonzotdan emas, ya'ni. Ahli qibla bo'lgan musulmonlardagina xato va unutganini afu qilgan, kitob va sunnat shunga dalolat qilgan. Shuning uchun Taymiyo rahimahulloh aytayapti mana, kimni iymoni sahih bo'lsagina o'shani xatosi afu qilinadi. O'shani unutgan afu qilinadi, iymoni sahih bo'lgan odamni. Va o'shani haligi ko'nglidagi gaplar afu qilinadi, ko'ngliga kelib qolgan shak shubhalari, ya'ni. Ana shu bilan ular jahannamdan chiqib ketadilar. Iymoni bo'lmagan odam unaqa bo'lmaydi, deyapti. Shak shubhasi ham afu qilinmaydi u odamni, va u odamni unutgani ham afu qilinmaydi, va u odamni xatosi ham afu qilinmaydi, iymon bo'lmagan odam. Fa inna hada lam tadulla nusus ala tarki muakhazati. Hech joyda dalil kelmagan unaqa odamlar javobgar qilmaymiz degan. Nafsidagi ishiga yoki xatosiga yoki unutganiga javobgar qilmaymiz degan hech unaqa dalillar kelmagan, deyapti. Taymiyo rahimahulloh so'zi bu. Eng katta dalil bunga qabrda azoblanadigan munofiqning dalili. Munofiq qabrga solinib yoki har qanaqa o'shanaqangi bir johil odamni Muhammad alayhisolamning surati ko'rsatiladi qabrda. Kim bu odam deyiladi? Muhammad alayhisolamning surati ko'rsatiladi. Hagi odam nima deydi? Qabrda yotganda ha deydi. Ya'ni dovdiraydi. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Shu odamlar bir narsa deb yurardi, men ham shuni aytardim deydi. Bu odam demak shak qilib, xato qilib, nisyon qilib yuribdimi mana? Shunaqa dovdirab yuribdi-da, shunaqa dovdirab yurgani mana kechirib yuborilmadi-yu, ha sen bechora xato qilib yurgan ekansan-da, tanimay bu odamni deb kechirib yuborilmadi-yu. Bu odam jazolandi, munofiq deyildi balki. Mana ham eng katta dalillardan. Fahada nasu Ibn Taymiya sorry. Mana Ibn Taymiyaning eng ochiq mana so'zlari bu. Dalil bo'ldiki, banda demak ahli qibla ruxsati bilan foydalanadi, iymoni sahih bo'lgan inson bo'lsa. Ahli qibla ruxsati nima desa haligi hadisun nafsmi, nisyonmi, xatomi, o'shalar hammasi, ya'ni. Afu qilish shunaqa ishlardagi iymonga zid bo'lmagan ishlarda bo'ladi. Namozni unutib qo'ydi masalan, ro'zani unutib qo'ydi, o'sha ishlarda bo'ladi. Ammo kofir odam, mushrik odam esa u iymoni buzilib bo'lgan odamni. Iymoni buzilib bo'lgan, ahli qiblalikdan chiqib bo'lgan odam. Bu odamni yuqoridagi hadis lafzi o'z ichiga olmaydi. Ya'ni kechirdi, unutdi degan lafzlar. Va bi hada ta'wili ta'taliful adilla ash-shar'iyya. Mana shu tafsir bilan shar'iy dalillar birlashadi. Mana shu bilan kitobdan istidlol tugadi, deyapti mana. Demak, bir shubhaga raddiya bildirildi. Hech kim bu oyatlarni ko'tarib kelmasin. Johilni ham o'shani zimniga kirgizamiz. Xato qilganni zimniga, unutganni zimniga kirgizamiz johilni deb o'ylab o'sha oyat hadislarga ko'tarib kelmasin. U ruxsatlar xato qilgan odam kechirilgani, johil ham kechirilgani va unutgan odam kechirilgani ahli qiblaga xos bo'ladi.
ahli qibla kim desa, yuqorida Ibn Abbos roziyallohu so'zlarida kelgandek oyatni tafsirida aytib, fa in tabu va aqamus salat va atu zakat oyatini lozim tutganlar. Vallohu alam.